Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, o'rtoqlar, bugun 12-variant tahlilini ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, 11-variantdan boshlab 15 talik savol tuzishni boshlaganmiz. 12-variantimizda ham xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Faqat savollarimiz biroz qiyinroq. Majburiy darajasidan ozgina qiyin desak ham bo'ladi. Sababi biz variantlarda qancha qiyin savolni ko'rib, uni tahlil qilib, bilimimizni mustahkamlab borgan sari bizda testda tushadigan savollar biz uchun shuncha darajada osonroq bo'ladi. Shuning uchun bizni qiyinroq savol nisbatan qiyinroq savollarni ko'rishimiz kerak. Xo'p, undan tashqari TTM imtihonlariga sanoqli kunlar qoldi. Endi biza Telegram kanalda har kuni test yo'lga qo'ymoqchi biz. Majburiy matematika bo'yicha asosiy bo'yicha ham testlarimiz bo'ladi. O'shaning uchun aktiv bo'ling. Doimiy obunachilar, doimiy ishtirokchilardan bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Hop, boshladik 12-variant. Demak, birinchi savolimiz tenglamaning izlari yig'indisini toping debdi. Bizda kvadrat tenglama x kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishda bo'lsa, ildizlari x1 va x2 bo'ladigan bo'lsa, uni ildizlari yig'indisi minus b taqsim a ga teng bo'ladi. Ildizlar ko'paytmasi bo'lsa c taqsim a ga teng bo'ladi. Shunda bizni tenglamamizdan ko'radigan bo'lsak, 2x kvadrat minus 5x minus 3 teng 0. Ildizlar yig'indisi minus b bo'lgani uchun biz 5 olamiz. Taqsim 2 bo'ladi. Va javobimiz A bo'lyapti. Ikkinchi savol, qaysi A qiymatda tenglama yagona yechimga ega debdi. Bu savolda yechimdan foydalansak ham bo'ladi. Misol uchun A variantda A teng 2 qiymat berilgan. 2 ni qo'yadigan bo'lsam, A ning o'rniga 2 minus 2 0 bo'ladi va x kvadrat ham 0 ga aylanib ketadi. X kvadrat 0 ga aylanib ketsa, bizda 4x plus 1 teng 0 tenglamamiz qoladi va x teng minus 1 taqsim 4. Ya'ni yagona ildizga ega. Mana shu holatda bitta ildiz bo'lyapti. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri A javob olib ketaveramiz. Agar tekshirib ko'radigan bo'lsanglar ham ikkinchi B javobimizda A teng 1 qo'yadigan bo'lsak, buni o'rniga bizda minus x kvadrat plus 4x plus 1 teng 0 bo'ladi va bu kvadrat tenglama to'la kvadratga ajralmaydi. Demak, ikkita yechimi bor. Yoki yechimi yo'q, yoki yagona yechim bo'lmaydi, chunki diskriminant 0 ga teng emas. Yo ikkita yechim bo'ladi yoki umuman yechim bo'lmaydi. Shu holatlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 3-savol. Tenglamani yeching. Bu tenglamada umumiy mahrajga keltirib olsak, buni 2 ko'paytiramiz, teng 1 bo'lar ekan. 2 ko'paytirsak 2x minus 2 plus x plus 3 taqsim 4 teng 1. Proporsiya qilamiz. 3x plus 1 teng 4 bo'lar ekan. 3x teng 1 ikkinchi tomonga minusda o'tsa 3 bo'ladi. X teng 1. Demak, javob bizda C bo'lyapti. 4-savolimiz, fx funksiya berilgan. f3 degani o'rtoqlar, demak x o'rniga 3 qo'yib hisoblaymiz. 3 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3. 3 ga teng bo'ladi hisob kitob natijasi. f1 degani 1 qo'yib hisoblashimiz kerak. 1 minus 2 minus 1. Endi mana f3 minus f1. f3 bizda 3 chiqdi. Minus f1 bo'lsa minus 1 chiqdi. Bu ikkita minus plusga aylanadi. Javobimiz 4 ga teng bo'ladi. Javob B. 5-savol. Oson savol. Mana 27 3 ni darajasida ifodalaydigan bo'lsak, 27 3 ni 3-si degani.
Shuni mana shu 27. Shuni 1 taqsim 3-si ekan. 16 2 ni 4-si degani. Shuni 1 taqsim 4-si ekan. Darajaga oshiradigan bo'lsak, 3 bilan 1 taqsim 3 qisqaradi, 3 qoladi, plus 2. 4 bilan 1 taqsim 4 qisqaradi, 1 qoladi, 2 bo'ladi va bu 5 ga teng. Javobi 6-savolimiz tomonlari 5 va 12 bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakni yuzi nechaga teng? Demak, bizda to'g'ri burchakli uchburchak, bundan oldingi testimizda ham buni ko'rgandik. Tomonlar 5 va 12 bo'ladi. Mana bu 13. Nimaga 13 yozdim? Mana bu 5 bilan 12 katetligini bildirib qo'yish maqsadida. Yuzi katetlar ko'paytmasini, ya'ni mana bu to'g'ri burchakga yopishgan tomonlar katetlar deyiladi. Qarshidagi tomon bo'lsa gipotenuza. Mana shu katetlar ko'paytmasini yarmiga teng bo'ladi yuzamiz bizda. Va bu 30 bo'ladi. Javob A. Keyingi savolimiz 7-savol. Mana bu joyda sinuslar teoremasi, sinus qatnashgan, umuman trigonometrik ifoda qatnashgan. Alfa. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda o'tkir burchakni alfa deb olsak, sinus alfa degani 3 taqsim 5, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati degani. Qarshidagi katetni 3 desak, mana buni 5 desak, shunda bizda berilgan ma'lumotga to'g'ri keladi bu. Ya'ni sinus alfa qarshidagini mana 3 ni 5 ga nisbat. Agar to'g'ri burchakli uchburchakda bitta katet 3, ikkinchisi 5 bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza 5 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi katet 4 bo'ladi bizda. Pifagor teoremasi. Ya'ni 3 ni kvadrati plus 4 ni kvadrati teng 5 ni kvadrati. Shu orqali 4 ni topib oldik. Endi bizga kosinus kerak. Mana shu burchakni kosinusi. Bizda bu burchakni kosinusi yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Ya'ni 4 ni 5 ga nisbati. 4 taqsim 5. Va javob A. 8-savolimiz modulli tenglama. Modulli tenglamani bilamiz o'rtoqlar. Mana juda ham oson tushuntiradigan bo'lsam, mana shu modulli ichidagi ifodamiz 3 ga teng bo'lsa, bundan 3 chiqadi. Yoki mana shu modul ichidagi ifoda minus 3 bo'lsa ham, ya'ni modulda minus 3 bo'lsa ham, modulda 3 bo'lsa ham bundan 3 chiqadi. Modulda minus 3 bo'lsa ham bundan 3 chiqadi. Demak, modulli ichidagi 2x minus 5 ifodamiz 3 ga teng bo'lishi mumkin ekan yoki minus 3 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Mana shu tenglamalarni ishlab qo'yamiz endi. 2x teng bo'ladi bu tenglamada 8 ga, x teng 4. Bu joyda 2x teng bo'ladi 2 ga. Endi hisob-kitob masalalarida ko'p to'xtalib o'tirmasdan davom etib ketyaptim. Menimcha tushunarli. Tenglama ildizlari yig'indisini toping debdi. Bizda 1 bilan 4 chiqdi. Ular yig'indisi 5 ga teng bo'ladi. Javobimiz A ekan. 9-si. Xo'p, kasr ko'rinishda yozib olaman. X taqsim y teng 3 taqsim 4 shart mana. Va x plus y teng 28 bo'lsa, y ni toping degan. Proporsiya yo'li orqali mana bu y ni ikkinchi tomonga ko'paytirib olsam, 3y taqsim 4 bo'ladi. Va mana x imiz mana shu ifodaga teng ekan. Mana shu x o'rniga shu ifodani qo'ysam, 3y taqsim 4, mana bu x o'rniga shuni qo'ydim. Plus y teng 28. Mahraj beradigan bo'lsam 4 ko'paytiraman. 3y plus 4 y taqsim 4 teng 28 bo'ladi. 7y taqsim 4 teng bo'ladi 28 ga. 7 bilan 28 ni qisqartirsak 4 qoladi. Y teng 4, ikkinchi tomon ko'paysa 16 bo'ladi. Shunda javobimiz B. Y so'ragan bizda, o'shaning uchun 16 ga teng bo'ldi. 10-savol. Diqqat qilasizlar, mana shu savolda bitta qoida yozib beraman sizlarga. Ildiz ostida f kvadrat x dan modulda fx chiqadi.
Endi bu darajadagi savol tushmaydi deb o'ylaymiz. Majburiy matematikaga mabodo tushib qoladigan bo'lsa, mana bizda qoida. Hop, demak, mana shu qoida orqali x minus 2 ning kvadratidan modulda x minus 2 chiqadi va teng bo'ladi bu 5 ga. Yuqorida ishladik modulli tenglamani. X minus 2 teng 5 bo'ladi yoki x minus 2 teng minus 5 bo'ladi. Shunda x'imiz teng 7, bu tenglamada, bunisida minus 3. Eng katta yechimini toping debdi. Eng katta yechim 7 ko'rinib turibdi. Minus 3 dan katta 7. Hop, keyingi savolimiz 11-si. Agar a plus b 6 va ab 5 bo'lsa, a kvadrat plus b kvadratni toping. Hop, bu juda ham oson savol. Mana. Qaranglar. Ikkita son bor. Ularning yig'indisi 6, ko'paytmasi 5 ekan. Qaysi sonli deb o'ylaysizlar? 1 5 yoki 5 bilan 1 bo'lishi mumkin. Ya'ni a ni aynan 1ligini bilmaymiz, aynan 5ligini bilmaymiz. O'shaning uchun ikkita variantda. Lekin a kvadrat plus b kvadrat ikkala holatda ham 26 ga teng bo'ladi. Javob A. 12-savol, ketma-ketlik 5-xatini toping degan. Demak, qaranglar, 2 6 2 ni 3 ga ko'paytirganimdan keyin kelib chiqdi. 18 6 ni 3 ga ko'paytiraman. 18 ni 3 ga ko'paytiraman, 54 bo'ladi. Demak, 5-xat 54 ni 3 ga ko'paytiraman. 150 12 162 bo'ladi. 162 B javobda. Tushundinglarmi bu savolni? 13-savol. Tomoni 6 ga teng kvadratga ichki aylana chizildi. Aylana radiusi nechaga teng? Demak, mana o'rtoqlar kvadrat bizada. Xo'sh, ichki aylana chizildi. Mana bizda ichki aylana. Esingizda qolsin, mana bu diametr bo'lsa, aylanani diametri bo'lsa, mana shu diametr kvadrat tomoniga teng bo'ladi. Bu a bo'lsa, bu ham a bo'ladi. A radius bo'lsa, a taqsim 2 bo'ladi. Bizda tomon 6. Demak, radius 6 taqsim 2, ya'ni 3 bo'ladi. Juda ham oson savol. Javob 14-savol. Tenglamani yeching. Qaranglar, noma'lum mahrajda biz nimani bilamiz? Mahraj bir xil. 2 plus 3 taqsim x deb yozishim mumkin, teng 5 ekan. Bu degani 2 plus 3 5 taqsim x teng 5. Mana 5 ni nimaga bo'lsam, kasr chiziq bo'lish-ku bizda. 5 ni nimaga bo'lsam 5 chiqadi. Ko'rinib turibdi. Javob 1. Xo'sh, oxirgi savolimiz o'rtoqlar. Agar x kvadrat plus px plus 9 teng 0 tenglama teng ildizlarga ega bo'lsa, p ni toping. Bizda kvadrat tenglama qachon teng ildizga ega bo'ladi? Qachonki u x plus yoki minus a ni kvadrati, ya'ni to'la kvadrat bo'lsa. P o'rniga qaysi son tanlasam to'la kvadrat bo'ladi. 6 ni tanlasam to'la kvadrat bo'ladi. Mana x plus 3 ning kvadrati bo'ladi. Teng 0 turibdi-yu bizda. Shunda x teng minus 3 degan teng ildiz, ya'ni birinchi ildiz ikkinchi ildizga teng. Yagona ildiz deyiladi ko'p joylarda. Endi bu shartdan kelib chiqadigan bo'lsa shunaqa. Yoki x kvadrat minus 6x plus 9 bo'lganda ham bizda bu to'la kvadratga ajraladi. X minus 3 ni kvadrati bo'ladi. Teng 0 bo'lsa x teng 3. Ya'ni bu bizda ikkinchi holat. Bu birinchi holat. Demak, biz 6 tanlasak p ni o'rniga yoki minus 6 tanlasak yagona ildizga ega bo'lar ekan. Bu javobimiz C da.
Ana o'rtoqlar 12-chi variantni tahlilini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Boshida aytganimdek biroz qiyinroq savollar, lekin ishlasa bo'ladi. Xudo xolasa, boya aytganimdek kunlik testga o'tib oladigan bo'lsak, harakat qilamiz bunga. Ancha bilimimiz oshib qoladi va bemalol DTMda 10 tadan 10 ta ishlab chiqishinglar mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Savollar u darajada qiyin bo'lmaydi. Hop, keyingi testlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.